Assalomu alaykum ada. Aleyküm assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. O'zingizga qisqacha bo'lsangiz. Ben Ürümçi Tenşehir rayonidan G'olibiyat yo'lida o'tirman. Mening ismim Farida Tursun. Chet elga chiqish sababingiz? Ben o'g'limni o'qitish uchun chiqqan. Vatanlik tuqqaningizdan ko'rishmagan qanchalik bo'ldi hozir vaqt? Ko'rishmagili 1 yildan oshdi. Ularningki ismi, atisini qo'shib, undan keyin ular nagadimi turg'ilib bildiganlaringizni aniq bilasiz. Balım dası Hacı Sefer'de 12 yıl oldu tugab ketgili. Çoğun kızım bolsa Fazilet Mahmud. Ansın 4. aylarga akir kitdi. Onu aldı da nimaga xat yozibdi o'chatqa. Appa qar tekshirib bo'ldi, meni o'rganishga akir apparga o'xshaydi dedi. Ha dedim, o'shga qilamadim, qo'yib toz yig'ildim, ish chiqqanim boshig'icha. Çünkü bunun 4 farzandi var. Farzandlar şu kadar layakatli terbiyelengan. Özünün köp iqtidarlı, köp kabiliyetli baldı. Yani 4 aya kirkip özünün salametliği yaxşı emas. Qayerdan qayaga 4. aya kirketdim. Qayerdan qayaga hiç onu okumayman. Kichik qizimning xabarini okumayman. Navlarni mümkün ko'rayotdi, nim bo'layotdi. Kichik qizingizning ismini ayting. Kichik qizim Maryamgul Mahmud. Onu bilmayman. Onun 4 balası var. Onun 5 baltı bir nime ekip aldım. 4 balası var. Kap kaldı. Onun ne bulap ketkinini. Hayat mı öldü mü onu okumayım. Akam hediler, akam fıkılırım bozdu. Kızlarınızdan süt var olmazsa da közetsiniz. Buna çok kızım. Yenilik balları. Küçük kızı. Kalan ballarının resimleri şöyle tuttu. Küçük kızınızdan isim var mı? Ama çok kızımın oğlu, küçük kızı. Bana küçük kızım. Kalan tukalarının resimleri yürüyüp gitti. Bana aşk kızım. Aşk kızım. Fazilet Mahmud ve Maryamgul Mahmud. Baş tukallarım Halida Tursun. Bari portalı açama. Onun haberleşmegilimi bir yerimizde 2 yıl olup kaldı. Kalan apam cemaatinin olsun, dadam cemaatinin olsun, tukalarının qayaga hiç onu okumadım. Çünkü Allah kılış mümkün olmaganlığı için. Benim salametliğim yaxşı emas. Endi hazırki bu zulümler hadden ziyade eşip ketdi. Bunda zulüm kadar bir cinayet ötküzgen adamlar emasdik biz. Fakat farzandlarimizni o'qitish uchun chiqqan, o'qiyotgan bolalar olsun, kimlar bo'lishi qat'iy nazar yomon maqsad chiqqan emas. Hazır şunu bana qilib, urug' avlodimizning 70%imizdan hammani yo'qotqildi. Xumduq bularning muddai maqsadi nima? Men shuni talab qilmanki, shu farzandlarimni tinch-aman, sog'-salomat bir qo'yib berishni talab qilaman. Shu farzandlarning navlarini o'z qilib tarbiyalashni men orzu qilaman. Chunki shu navlarning layoqatli bo'lib tarbiyalanib chiqishiga ota-onasi sababchi bo'ladi. Ota-onasi o'qituvchi. Yani barlıq qavm qarindoshlarimizni sukut tutmay, öz tuqqanlarga, farzandlarga, qavm qarindoshlarga ega chiqishni Allohdan tilayman. Endi jinoyat o'tkazmadik bu yerda zaten. Jinoyat o'tkazgan bo'lsak, bizni jazolash kerak deb. Bolalarimiz hech qanday bir gunoh yo'qdi. Bolalarimiz hech qanday gunoh yo'q. Shu o'zining farzandlarini tarbiyalash uchun kurash qilayotgan bolalardi. Hech qanday bir jinoyat yo'qdi. Endi men Recep Tayyip Erdoğan aldı bilan Allohdan yordam tilayman. Anaqasi Recep Tayyip Erdoğan'ın bizi ega chiqib, bizning holimizdan xabar olishni, bizning dard faryodlarimizni anglashni Allohdan tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.